Assalamualaikum, hammalarning vaqti xayrlik bo'lsin. Shariat o'quvchisi Amerikalik hayotiga xush keldinglar. Bugungi videoning mazmuni ilm o'rganishning fazilati haqida bo'ldi. Ilm qalbni yoshartib, iymonni ziyoda qiladi, qalb va nasihatdan yiroqlashgan sari qaytib ketadi. Xalq ulamolardan va ilm so'rovlaridan yiroqlashgan sari fosiqlashib maqdi. Shunga musulmon kishi ilm va ilm ahlini ilm halqalarini lozim tutishi va nasihat bilan qalbni yoshartib turishi lozim. Alloh taolo mundaq deydi: Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga yeriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning oraliqidagi zamonning uzilishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Va hadisda payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Biringlarning attiganda masjidga, ya'ni ilm so'riniga berib, Allohning kitobidan 2 oyat o'rganishi uning 2 tugini sadiqa qilgandan yaxshidir." Yana payg'ambar alayhissalom hadisda haqiqiy boylik deb Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Inson o'lgandan keyin unga manfaat yetkazadigan barliq amallari uziladi. Faqat 3 ishning savobi o'lgandan keyin yetib turadi. Sadiqa jariya, yoki u boshqalarga o'rgatib qo'ygan foydali ilmi, yoki uning duo qilib turadigan solih farzandi." Va yana Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: "Bilginki insonlarning ilmga intilguvchilarini dinni o'rgatishdan to'sishi iblisning tunji ozdirishidir, vositasidir. Chunki ilm nur bo'lib, agar shayton insonlarning chirig'ini o'chira olsa, ya'ni ularni dinni o'rgatishdan to'sishga qodir bo'lsa, nodon kishilarni zulmat ichida xohlagancha qaymoqtirib ozdira oladi." Olimlardan biri shogirdlariga dars qilayotganda bir chetda o'tirgan bir kishidan so'rabdi: "Men hozir nima dedim?" debdi. U kishi "Bilmayman" deb javob beribdi. "Undaqda bu yerda nimaga o'tirsan?" debdi. Bir chetda o'tirgan kishi bir oz o'ylanib etib, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Ular shunday kishilarki, ular bilan birga o'tirganlar ham baxtsiz bo'lmaydi" degan debdi. Olim yig'lab turib: "Biz unga ta'lim bermoqchi bo'lgan edik, u bizga ta'lim berib qo'ydi" degan ekan. Ummat madomiki ulamolarni lozim tutadi ekan, yaxshilikda davom qila oladi, chunki ilmning o'g'irlanishi qiyomatning alomatidan bo'lib, ilmning o'g'irlanishi ulamolarning kishilarning nazaridan saqit qilinishi bilan bo'ldi. Kimiki ulamolarni ko'paytirishga harakat qilsa, talib tarbiyalash ishlari bilan shug'ullansa, ulamolarni ko'paytirish orqali ilmning ummatda qanot yaydirish masalasida shariat maqsadiga uyg'un xizmat qilgan bo'ldi. Ilm o'rganishning fazilati haqida gapirib kelsak, bir videoga sig'dirib bo'g'il bo'lmagandek darajada nurg'un fazilatlari bor. Hadislarda bo'lsin, mayli Qur'onda bo'lsin, nurg'unga yadi kelgan. Ilm o'rganishda aldirayli, chunki ilm qalbning nuri, turmushning nizomiy, haqiqatning ochqishidir. Keskin qilish dushmanga ta'sir qilsa, biroq olimning qalami asarlarga ta'sir qildi. Bilim izlashdagi aldirashlik Allohning rahmatiga erishish yo'ldir. Kun o'tar, ammo o'tib ketgan yilimiz qaytlab kelmaydi. Shunga bugungi kunimizni ilm bilan barakatlantirayli, chunki ilm moldan qoladi, mol ilmdan emas. Shunda qilib bugungi videomiz shagichi bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishib omon bo'linglar. Allohga omonat.